Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari, aziz obunachilar. Mana bizni qilgan kat yo'llarimiz 35 sotiga qo'yilayotgan kat yo'llarimiz tayyor bo'ldi. Deyarli hammasi yuklab jo'natib yuboryapmiz. Bu mashinamizda 3 tasi, mana narigi mashinamizda 4 tasi. 7 ta ketyapti. Yana 3 ta kat yo'limiz bor. 2 tasi tayyor. Yana bir donasi qolgan, o'shani ham qilib, xudo xolasa olib boramiz. Bu hozir bunga sig'madi. Ikkitasi ham tayyor turibdi. Uni yana bitta mashina qilib olib boramiz. Hozir bu ketayotgan kat yo'llarimiz 5 gektarlik joyga, xudo xolasa shuni olib borib, bugun tushirib, bu kapani ham, kapani ichiga qo'yiladigan joylarni ham xudo xolasa video davomida ko'rsatamiz. Kat yo'limiz nech pulga tayyor bo'ldi, sistemalar nech pulga tayyor bo'lyapti, barchasini videoni oxirida aytamiz. Albatta, o'tkiz olmasdan oxiriga ko'rib, yo'qsa like, komment, o'z fikringizni bildirib qoling. Biz bo'lmasa boshladik. 4 ta kat yo'lamiz bunga. Narigi 3 ta, bu 4 ta, yana 7 ta. Bu jindan kattaroq mashina, bu jindan kichikroq mashina. Aytilgan manzilga yetib keldik. Kat yo'llarimizni mana hozir tushirishni boshlayapmiz. Yechib oldik chiroyli bilan. Akalarimizga ham rahmat, chiroyli qilib aytib berdi. Birinchi kat yo'limiz tushib bo'ldi. Juda qiyin bo'ldi tushirish. Endi ikkinchisini tushiryapmiz. Qolgan daraga tushadi. Mashina ham ama qiynlanyapti. Har bittasi 2 tonnadan oshiqroq kat yo'limiz. Ikkinchisini ham tushirib bo'ldik. Endi bu 2 ta naryoqqa, narigida 4 ta, 5 ta bu yoqqa, 5 ta bu yoqqa. Hozir uni ham tushiramiz. Bu yerga 5 tasini tushirib oldik. Mana 1 2, 3, 4, 5 ta. Juda qorong'i tushib ketdi. Narxlarni aytamiz dedik. Mana kat yo'llarimiz narxini aytamiz. Shu kat yo'llarimiz, katta kat yo'limiz. Bu yog'i 1.25, uzunligi 2.5 bo'lgan. Ya'ni 35 sotiga beryapmiz. Xudo xolasa 35 dan ham yuqorini ko'taradi. Kat yo'limiz mashinaga kelib tushishi, dastlabki xizmatlari barchasi bo'lib 38 milliondan qilib beryapmiz. Endi bundan ham ko'proq bo'lsa, yana ichiga o't beramiz. Agar mashinaga kilovatini chiqarib qilib bering desa, 38 milliondan mashina qilib beramiz aka. Akalar, birinchi bu radiator bo'luvdi. Hozir radiator emas, turbaga aylanib ketdi. Xudo xolasa turba sistemalarni qilganimizdan bir video qilib turib, nech pulga tushgani, sistemasiga, turbasiga, usta haqqiga, barchasiga keyingi videolarda xudo xolasa batafsil tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bu karkazlar, ponni karkazlarni ham 2 gektarni o'zimiz qilganmiz. Salapanni ponni yopganmiz. Agar salapan xizmati, tomchilatib sug'orish sistemalari kerak bo'lsa ham bemalol ekran ustida nomerlarimizni aloqaga chiqarasizlar. Teplisani 0 dan chiroyli qilib pat kulish topshiramiz. E'tiborlaringizni rahmat.